Bugun 9-may. Bu sana yuragimizda chuqur iz qoldirgan. Vatan himoyasi yo'lida jonini fido qilgan mard o'g'lonlarimizni yodga olish, ularning xotirasini ardoqlash kunidir. Har yili bu kunda biz mardlik, jasorat va fidoyilik timsoliga aylangan ajdodlarimizni eslaymiz. Bu shunchaki tarix emas, balki har bir yurakda yashayotgan milliy g'urur, sabr va matonatning ifodasidir. Bugungi sana o'ziga xos tarzda yana bir e'tiborga loyiq voqea bilan uyg'unlashdi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti olimi, ilm-fan sohasida umr bo'yi fidokorona xizmat qilgan, yuzlab shogirdlar tarbiyalagan, halol mehnati bilan ko'plab yutuqlarga erishgan inson. Professor Komilov Husan Masudovichning 80 yillik yubileyi nishonlandi. U kishi nafaqat farmatsevtika fanlari doktori, balki yillar davomida ta'lim sohasining rivojiga katta hissa qo'shgan zabardast ustoz sifatida tanilgan. 9-may sabab Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutida tarixning o'chmas sahifalari ham esga olindi. Ikkinchi jahon urushi davrida Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutidan 49 nafar olim frontga safarbar etilgan. Ulardan 43 nafari sog'-omon qaytgan. Afsuski 6 nafari jang maydonlarida halok bo'lgan. Bu insonlar nafaqat ilm-fan, balki vatan mudofaasi yo'lida ham o'z burchini sharaf bilan ado etgan fidoyilar edi. Ularning ismlari institut faxriga aylangan. Bugun biz ularning jasoratini, ilmga va vatanga sadoqatini bosh egib yod etamiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekiston Milliy arxivida saqlangan frontdan yozilgan xatlarga qaratamiz. Bu xatlar yuraklardan chiqqan, yuraklarga yetib boradigan so'zlardir. Har bir satrida sog'inch, dard, orzu, umid va eng muhimi vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat mujassam. Qimmatli ota-onalarim, dushmanga nisbatan yuragimda g'azab qoni qaynaydi. Yirtqich dushmanga merganligimni ko'rsatmoqdaman. Hozirgacha 50 ga yaqin nemisni qirib tashladim. Men vatan uchun jang qilaman. Dushmanni tamoman qirib, g'alaba bilan qaytaman. Azizim, ushbu maktubimni bolalarimga o'qib ber. Uni barcha qadrdon do'stlarim ham o'qishsin. Men istagimni bajarasan degan umiddaman. Diydor qiyomatga qolmaydi deb umid qilaman. Seni va bolalarimni quchib qoluvchi ering Abrasha. Men o'nlab jangchilarning o'limini hozirladim. Oxirida menga ham o'q tegdi. Menga esa hamshiralar ko'plab yordam berdi. Menga va o'rtoqlarimga g'amxo'rlik ko'rsatgan doktor va hamshiralarga chin ko'ngildan minnatdorchilik bildiraman. Malohat singlim, men sendan juda xursandman. Chunki meni sendan boshqa hech kim yo'qlamaydi. Akamdangina qilmayman, chunki ular kasallar. Buvimning esa xat-savotlari yo'q. Agar jangda o'lmasak, yana ko'rishamiz. Azizim, sening oldim xatingni. Shodlanib mag'rur o'pdim xatingni. Sen omon eson borliging bilib shodlandim, o'zimni baxtiyor sezib. Osmonda, yerda kuchni aylab jam, yana ilgari tashladik qadam. Sog' va salomat qaytarman elga, go'zal Farg'onaga va yorim senga. Gitlerchilar qishloqni qo'lga kiritib, mahalliy aholini taladi va ularni haqorat qila boshladi. Ular bizning boshimizga jabr va jafolar keltirdi. Ko'zlarimizdan tinimsiz yoshlar oqizdi. Bizni qullik mehnatiga haydadi. Ammo biz ozodlik soatlari yetib kelishiga va ozodlikning tiniq quyoshi yana qaytib chiqishiga, tuprog'imiz ustiga baxtli soatlarning qaytib kelishiga qattiq ishongan edik. Biz bilamiz, fashist sariq vabodir. Shu sariq vaboni yer yuzidan yo'qotish uchun qo'mondon bergan barcha topshiriqni og'zidan chiqishi bilan bajarmoqdamiz. Fashistlarga zarba beryapmiz. Okopdan kallasini chiqargan zahot o'sha joyda fashistlarni jahannamga jo'natmoqdamiz. Osmonda, yerda kuchni aylab jam, yana ilgari tashladik qadam. Sog' va salomat qaytarman elga, go'zal Farg'onaga va yorim senga. Qadrli ota-onalarim, men o'g'lingiz Qobil qahramon, Qizil armiyamiz qatoridan sizlarga otashin salomlarimni yuboraman. Men Stalingrad va Leningrad atroflarida dushmanga qarshi janglarda bo'ldim.
Komandirlarim meni merganlar kursiga o'qishga yubordilar. Merganlik o'qishini a'lo bitirdim. Keyin mohir mergan bo'lib jangga kirdim. Qimmatli ota-onalarim, dushmanga nisbatan yuragimda g'azab qoni qaynaydi. Yirtqich dushmanga merganligimni ko'rsatmoqdaman. Hozirda 50 ga yaqin nemis bosqinchilarini qirib tashladim. Men vatan uchun jang qilaman. Dushmanimni tamoman qirib g'alaba bilan qaytaman. 10-dekabr 1943-yil. Salom bilan o'g'lingiz Qobil Zokirov.